Gül o'rniga ilm talab qiladigan qizdan kelgusingni ko'r. Gül o'rniga kitob sovg'a qilgan yigitdan umringni ko'r. 2-oyning 14-kuniga bag'ishlab. Assalomu alaykum muhojiratdagi to'rdoshlar. 2-oyning 14-kuni qanday kun bilamsizlar? 2-oyning 14-kuni vatanimiz Sharq Turkistonda Artush muallim boshlig'ida bir qancha ziyoli va adiblar tarafidan kitob o'qish kuni qilib bekitilgan kun edi. Bu kunni bir qism qarindoshlarimiz bilsinmi, yana keynimizdan yetishib kelayotgan yangi nasllarimiz uchun aslatma sifatida hozirladik. Undaqda diqqatinglar 2-oyning 14-kuni zodi qanday kun kelib chiqishi haqida to'xtalamiz. Kitap o'qish bayraminglar muborak bo'lsin. Yo'q, o'tkazib baxmagan. Ben bu fikrni qo'llab kelib. Bu bir davrning ehtiyoji. Men bu bayramni tez to'g'ri qaramayman. Keyin muhabbatniki vaqti qarali bo'lmaydi. Bilmayman. Balam, dunyoda kitobdan yaxshiroq sirdosh ham yo'lbosh topolmaysan. Uningga mahkam yepish, cheksiz savollaringga uningdan javob top. Uningdan kuch-quvvat elib, kamal top. Milodiy 3-asr vaqtida Rim davlatida zalim podshoh Galios hokimiyat surardi. U zamonda ichki urush portlagan bo'lib, el tinch emas edi. Harbiylarning sonini to'liqlab, jangni davom qilish uchun Galios Qur'onga yetgan o'g'illarning hammasining harbiylikka qatnashib, vatan uchun jang qilishiga buyruq qildi. Bu buyruq tushishi bilan nurg'un yosh yigitlar ayollaridan, to'y qilmoqchi bo'lgan qiz do'stlaridan ayrilib, butun Rim davlati judolik, hijronlik ichida qoldi. Bunun g'azablangan Rim podshohi Galios o'zining planining o'ngishli amalga oshishi uchun butun davlatda to'y qilishni cheklab, to'y bo'lib bo'lganlarning to'yini amaldan qoldirish qonunini yo'l qo'ydi. Shu yerda ilmda kamolat yetgan bir pop bo'lib, u popning ismi Valentine bo'lib, uning oshiq mashhurlarning ayrilib ketishiga ko'ngli unmay, uni izlab kelgan oshiq mashhurlarning to'y murosimiga bosh bo'lib berdi. Bu xabarni anglagan oshiq mashhurlar izlab kelib, o'z to'yining riyosatchiligiga bosh bo'lib berishni o'tindi. Bu xabarni anglagan Galios qattiq g'azablanib, uni zindonga tashlab, qiynab o'ldirdi. U o'lgan kun dal milodiy 270-yili 2-oyning 14-kuni edi. U vafot bo'lgandan keyin kishilar Valentine'ning zalim podshohdan qo'rqmas ruhini aslab, u kunni, ya'ni 2-oyning 14-kunini aslash kuni qilib bekitdi. Keyin vaqtning o'tishiga ergishib, kishilar zo'ravon Rim shohi Galionusning hukmronlik vaqtidagi zolimlikni unutib, Valentine'ni aslaydigan bo'ldi. Va kishilar uni Valentine's Day, ya'ni oshiq mashhurlar kuni deb ataydigan bo'ldi. Shuni izohlab o'tish kerakki, bu bayram Rim davlatida xristian diniga e'tiqod qiluvchilarning barpo qilgan bayrami. O'zini musulmon deydigan, islom diniga e'tiqod qilgan har bir shaxsning bu kunni oshiq mashhurlar bayrami qilib tabriklashi to'g'ri emas bo'lib, bu haqda payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kim bizning bu dinimizda, ya'ni islom dinida uningda bo'lmagan bir ishni o'ttirg'i chiqarsa, u ish rad qilindi. Muslimning yana bir rivoyatida mundaq kelgan: kimiki dinimizda bo'lmagan amalni qilsa, u amal rad qilindi. Endi Shahrzod qarindishimizning bu haqda bergan tushanchisini anglab boqaylik. 2-oyning 14-kunida nurg'un qizlarimiz ota-onasini aldab, atalmish muhabbatning qurboni bo'lib, nurg'un o'g'illar qizlarni aldab, ularni tapdan chiqaradi. O'g'illarning oji-singillari u yerda boshqa o'g'illarni xush qilib o'ynaydi. U o'g'il boshqa yerda boshqalarning oji-singillarini xush qilib o'ynaydi. Bu kun chiroyli qilib atalsa, oshiq mashhurlar bayrami. Satrak atalsa, buzuqchilik bayrami. Qarindoshlar, biz mangu boshqalarni do'rab yashaymizmi? Bizmi Qurbon hayit, Ro'za hayitdek ahamiyatli bayramlarni barpo qilsak, tamoman bo'ladi. Nimishqa boshqalarni do'rab ishlatgan vaqtni ahamiyatli ishlarga ishlatmaymiz? Nimishqa g'arb allarining yomon illatlarini o'zimizga so'ndirib, o'zimizning esil an'analarni barbod qilamiz? Bizning qizlarimiz o'g'illarimizni aldamchi, buzuq deb tilgan. O'g'illarimiz qizlar buzuq, aldamchi deb tilgan. Qizi o'g'illarning yot allardan do'rab o'tkazadigan bu bayramida siz o'z mas'uliyatingizni qanday ado qilmoqchi?
erkaklar, axloq farishtalari, bu buzuqchilikni kuchimizning yetishicha to'sishga atlanaylik. Hürmetli qarindoshlar, endi biz bir qancha qarindoshlarimizning 2-oyning 14-kuni haqidagi tushunchasini anglab o'tamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Xotan Ajil xalqaro savdo chekligi shirkatidan Muhammad Imin. 2-oyning 14-kunidagi kitob o'qish bayramingizga muborak bo'lsin. G'arazsiz, maqsadsiz qilgan barliq yaxshi ishlaringlar o'ngishli, qutuqliq, barakatli bo'lsin. Men bu kitob o'qish bayramining bo'lganidan intayin xush bo'ldim ham qo'lladim. Bu bayramda gulning o'rniga bir apachi bo'lsin kitob o'qishinglarni, kitob o'qishinglarni bu bayramdan keyin kitob o'qishni manguliq tiyimi deb bilib, o'z majburiyatinglarni ado qilishinglarni umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalom, yaxshimisiz? Oshiq mashqlar bayrami o'tkazib baqqanmi? Yo'q, o'tkazib boqmagan. O'tkazib baqish arzuyingiz bormi? O'tkazib beqish arzuyim bor. Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Mustafa. Bu yil 24 yosh. Bu bayramni o'zimizning bayram emas ekanligini boshqa men bu vaqtga o'tkazib boqmagan. Men bu fikrni qo'llab kelaman. Meningcha oshiq mashqlar bayramini bir kun bilan bog'lashni toz yaxshi deb qarayman. Chunki sevgi muhabbatniki vaqti qarali bo'lmaydi. Haqiqiy sevgi muhabbat yolqinjaganda shu kun menga bayram bo'ldi deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz? Mush jihatda bularni ba'zi bir o'ziniki harakatlarga diqqat qilish kerak. Yoshlar qiziqqan keladi. Ishqi bir ahamiyatli o'tkazsa, kitob o'qiydigan. Men hozir 43 yoshda edim. O'sha jarayonda oshiq mashqlar bayramini o'tkazib boqmadim, bilmayman. Lekin oshiq mashqlar bayramini bilmasam-mo, meningki turmushim shunday yaxshi, baxtli, yaxshi o'tyapman. Hozirgi yoshlarimiz qandaqdir isrofxo'rlik emas, ahamiyatli ishlar bilan xotirlisi bo'ldi deb qarayman. Tuanda biz jamiyatimizda tanilgan kishilarimizning ko'ngil so'zlarini anglab o'tamiz. Assalomu alaykum diyorimizdagi bilim xumor, kitob xumor xalqimiz. Biz almasaqdan ilm ma'rifatga tashna, ilm ma'rifatga shayda xalqmiz. Biz 2015-yilni kitob o'qish yili qildik. Shundaqla kitob o'qish yilida muayyan natijalarga erishdik va nurg'un yaxshi ishlarni, yaxshi faoliyatlarni, kitob o'qish faoliyatlarini o'rlashtirdik. Oldimizda kelayotgan 2-oyning 14-kuni yana atalmış oshiq mashqlar bayrami kunini diyorimizda kitob o'qish kuni qilishni tashabbus qilsak. Biz 365 kunda kitob o'qiymiz albatta. 2-oyning 14-kuni bir kunli o'qib, boshqa kun o'qimaymiz degan tashabbus emas. 2-oyning 14-kuni atalmış oshiq mashqlar bayrami kuni bo'lganligi uchun biz diyorimizdagi bilim xumor xalqimizning farzandlarining bilim xumor, ilm xumor bo'lish uchun 2-oyning 14-kunning aysh-suratning qurboni bo'lib ketmasligi uchun ko'zingni och, o'zingni top degan kitobimizni o'qishni tashabbus qilmoqchi. Tashabbusimizni siz to'g'ri ko'rgan bo'lsangiz, Assalamu alaykum, suyimli qarindoshlar. 2-oyning 14-kunini kitob o'qish kuni qilishi to'liq ahamiyatli ham xushallanarli bir ish bo'ldi. Men buningdan shunday suyundim. Chunki bir qism yoshlarimizning g'arb madaniyatiga qarg'ularcha egishib, xilma-xil oyga uzilmas bayramlarning asli kelib chiqish tarixi, geografiyasi, madaniyati, maqsadi, aqidasi ahamiyati shundaqla ajdodlarimizdan bar yo'qligini surishti qilmasdilla ortiqcha vaqt, zehn, iqtisod isrof qilish badaliga oshiq mashq bayramiga o'xshash har turdagi bayramlarni tabriklashib, uni sevgi kuni qilish bahonasi bilan o'xshash bo'lmagan darajadagi nafsoniyatchilik, ayb ishratga yo'l ochish bilan birga o'zimiz aldab ajdodlarimizdan davomlashib kelayotgan oddiy ham chin bo'lgan muhabbatimizga dog' keltirayotgan nurg'un ishlarga yo'l ochilmoqda, ya'ni yo'chiq ochilmoqda. Asli haqiqiy sevgi, muhabbat, pok aqida, e'tiqod ustiga qurilgan bo'lib, allaqandoq bir kunlik bayram kunlariga bog'lash emas, balki hayotida yo'liqqan turli jafo, mushaqqat, issiq sovuq, qayg'u, xushalliklarni o'rtaq boshdan kechirish ham bu orqali uning mangulik lazzatiga erishish edi. Mana mushundaq paytda Rozi Muhammad Turdi Artish apandininki o'tirg'i chiqib, yoshlarimiz ham xalq ommasini mana mushundaq ahamiyatsiz isrofchilikqa to'lgan o'yin kulkilardan kitob o'qib, tafakkur qilishdek
ma'naviyatimizni beyitadigan ahamiyatli ishga yetaklashi to'limu aqloniliq bir ish bo'pti deb qarayman. Günkidek uchur, aloqa va do'stona berishkili ishlari qulaylashgan sharoitda biz Uyg'urlarimiz chet el va boshqa qarindosh millatlarni nurg'unlagan moddiy va madaniyat yangiliklarni qabul qildik. Buning ba'zilari bizni ilg'orlikqa, taraqqiyotga yetaklasa, ba'zilari bizga ortiqcha o'rinsiz besimlarni paydo qildi. Masalan, hozirgi zamon yoshlarimiz orasida avj olayotgan 2-oyning 14-kundagi oshiq mashqlar bayram kuni atrofimizga qaraydigan bo'lsak, behuda avar bo'layotgan yoshlarimiz nurg'un. Menimcha, ilg'orlikni qabul qilsak, hammani qarg'ularcha qabul qilish to'g'ri to'g'ri emas. Menimcha, biz boshqalardan qabul qilgan har qanday bir yangilikqa o'zimiz yana ijodchanlik bilan boshqa mazmunlarni qo'shib foydalansak, bu yangilikni o'zga qabul qilgandan ko'p unumlarga erishib bo'ladi deb qarayman. Masalan, mushu oshiq mashqlar bayramida qiz yigitlar o'zaro atirgul, shokolad sovg'a qilishning o'rniga o'zlari yoqtiradigan nodir kitoblarni sovg'a qilsa, kutubxonalarga berib yaxshi kitoblarni o'qisa, yaxshi nodir kitoblarni elishga ishlatsa, shu vaqtlarni atrofidagi yashanganlar sanatoriyasi, yetim bolalar paravanlik o'rinlari degandek joylarga berib, ularni yo'qlab, hol so'rab, illiqlik yetkazsa, texmo ahamiyatli bo'ladi deb qarayman. Har odamning turmushi o'zgacha bo'lgandek, shu kunlarda oshiq mashqsizlarmi bo'ladi. Ular o kunlarni ahamiyatsiz, ma'nisiz his qilmasdan bir yaxshi kitobni o'ziga do'stsa, shu orqali jamiyatimiz ma'naviy madaniyatga texmo to'yinsa, menimcha biz Uyg'urlar hozir o'z-o'zimizni tarbiyalashga nihoyatda muhtoj bo'lib, ruhimizni urug'tadigan aktiv energiya ato qilgan kitobga bekma ehtiyojli. Alaykum. 2-oyning 14-kuni kitob o'qishni tashabbus qilish kuni temisi jamiyatda kuchli munozir bo'lyotdi. Hamma oldi bilan bir maqol tamsil hadiya qilay. Alga bersang beshingni, alslaydi beshingni. Hada konularning mashhur so'z bo'yicha hamda bu kun bir xayrlarning kuni, bizningki bayramimiz emas. Buningda tashabbus qilayotgani faqat shu kunli kitob o'qiysan emas. Kitob orqali o'zingning an'anasini bil, o'zingning tarixini tushun, o'rib odatlarni unutma degan gap. Albatta, boshqalarni do'rash xatoma emas. O'z navbatida boshqalarni do'rash o'rganmaslikdan derak bermaydi. Biz boshqalarningki ilg'or taraflarini o'rganishimiz kerak. Qarg'larcha do'rab, oxirida hasrat qoldig'ini yana o'zimiz. Chunki bizning tabriklaydigan nurg'un bayramlarimiz bor. Yana shundoq o'z navbatida ko'nlar bundoq deydi. Gunohsiz o'tgan har bir kuning bayram deb. Shuna biz qarindoshlar kitob orqali ma'naviyatimiz, beytimiz kitob orqali qavmimizning tarixini bilamiz, olaydiligini bilamiz, urf odatlarimizni bilamiz, an'anamizni bilamiz. Hamda bu yerda deyilayotgan gaplarni boshqalarning tushunmaslik masalasi mavjud. Bir tema o'tirib chiqsa, uningki salbiy tarafini ko'proq o'ylamay, nima da'vatidi, nima demoqchi degan ijtimoiy ijobiy tarafini ko'proq o'ylashimiz kerak. Buningdan har birimiz tafakkur qilishimiz kerak. Mutlaq ko'p qism qarindoshlarim hozir kitob o'qish tashabbusiningki turtkisi ostida nurg'un kitoblarni setib olib boradi, kitob to'plarida kitob anglayotidi, ham o'ziningki oilalarida kitob saqlayotidi. Bolalar bilan o'qiyotib, mana bu jamiyatimizdagi nihoyatda bir aktiv jaranglaşlar. Biz har vaqt kitob o'qishni tashlamayli, an'anamizdan yatlashmayli. Aziz dilkashlar, navbatda huzuringizga Habibulla Abdubar Shamal o'g'lining Kitobqu nomli she'rini taqdim etamiz. Qani, huzurlangaysizlar. Namrat edi ruhimiz, bay qilganmi kitobqu. Osmonida ilmning bay qilganmi kitobqu. Qavm bo'lsak edirdan cho'qilaga yamashqan, o'rnimizni eng egiz joy qilganmi kitobqu. Suhbatlarga tam berdi novat kabi fikrlar, so'zlarimizni ichishlik chay qilganmi kitobqu. Hikmatlarga erishdik saynosidan pulodek, tuyg'umizning og'zini may qilganmi kitobqu. Qilish tutmay turibmi g'alba nisib janglarda, bizlarni ot dushmanni tay qilganmi kitobqu. Qapoq turgan yodlarmi qildi bizga tabassum, eg'izdagi yo'qolni vay qilganmi kitobqu. Alduq desak chiqma osh shirkatimizdan hayotning, iqtidorni tillaga
bay qilganmi kitobku. Qancha yozgan bilanmi tugay demas misollar, meni tilga shunchalik bay qilganmi kitobku. Biri so'rabdi: "Ey ayol, kitobni buncha ko'p o'qib olim bo'lmoqchimisan?" Ayol debdi: "Yo'q, men ona bo'lmoqchi." Naqadar ulug' javob-a? Bir ayol uchun ona bo'lish odam bo'lishdir. Chunki farzand ko'rganlarning hammasi ona sharbiga loyiq emasdir. Ona bo'lish olim bo'lishdan muhim. Butkul qavmimiz ichida kuchli tashabbus qilinayotgan kitob o'qish kuni, ya'ni hammamizdan qutlab, bir ona uchun, hadi singil uchun, hammamiz eng amroq kishilarimiz uchun, hatto o'zimiz uchun kitob sovg'a qilish, kitob o'qish qatorliq yaxshi amallarni qilgan ahamiyatli kun. Chunki har bir bayramning o'ziga tushliq ma'no, mazmuni bo'ladi. Biz o'zimizning qanchalik yashaganimiz bilan emas, qanchalik yaxshi amallarni qilganligimiz bilan hisoblashimiz kerak. 2-oyning 14 kuni siz uchunmi, har bir qarindoshingiz uchun bayram kabi qutlashga tegishli ahamiyatli kun bo'lsin. Biz qandaqdir bir do'ramchilik bilan qo'limizga gul olmasdan qo'limizga kitob olaylik. Chunki biz ana shuningga muhtoj. Aytingizning tayyorligi bugundan boshlansin. Biri mendan so'radi: "Kitob o'qib nimaga erishding?" Ikkilanmayla javob berdim: "Hech nimaga." U menga ichinish hissiyoti bilan yana so'radi: "Amsi yana davomli kitob o'qib nima qilarsan?" Uningga kulimsirab turib aytdim: "Erishganlarimni qo'yib turayli, men sana yo'qotganlarimni so'zlab beray. O'qigan kitoblarimning ko'payishiga ergishib, men asta-asta og'rinishni, boshqalarga taynib olishni, dilg'ullikni, tor doirada fikr qilishni, boshqalardan qusur izlashni, ayblashni, umidsizlikni va boshqalarning kelib taqdirini o'zgartirishni kutishdek passivlikni yo'qotdim. Tez tar bo'lgan ayrimlikqa qarab shay'larga hukm qilishni, nodonlikni, ruhimdagi to'salg'ularni supurib tashladim. Agar kitob o'qishning foydasini hisob kitob qilishga to'g'ri kelsa, qo'shish amalini emas, elish amalini ishlatgin. Kitob o'qish erishish uchun emas, ruhga yuqqan kasalni yo'qotish uchundir. Kitobni boshqalarga o'zingni bilimni ko'rsatish uchun, shuhrat tepish uchun emas, balki hayot haqiqatini, koinot sirlarini va mavjudlikni idrok qilish uchun. Muhimi, o'z ruhingni pokiz tutish uchun o'qigin. Ayollar kitob o'qish kerak. Ayollar o'zini va dunyoni bilish uchun kitob o'qish kerak. Yaramliq farzand tarbiyalash uchun kitob o'qish kerak. Oilani baxt qurg'oniga aylantirish uchun kitob o'qish kerak. Ijtimoiy taraqqiyotga bir kishilik kasb qo'sha oladigan jamiyatning tirik hujayrasi bo'lish uchun kitob o'qish kerak. Yahudiylar yilg'i o'tir hisob bilan 64 parcha, ruslar 55 parcha, amerikaliklar 50 parcha, yaponlar 40 parcha, junguliklar bo'lsa 2,8 parcha kitob o'qiydi ekan. Ammo Uyg'urlarning kitob o'qish nisbati qanchalikdir? Oilani idora qiluvchi, farzandning tunji ustozi bo'lgan Uyg'ur ayollarining kitob o'qish ahvoli-chi? Bu to'g'riliq aniq ma'lumot bo'lmasmi, javobning ko'ngilni g'ash qilganligi hammamizga ayon. Barliq qarindoshlarimizning hayotiga kitobni hamroh qilishni chin dilimdan umid qilaman.